Allo, assalomu alaykum. Assalomu. Yaxshimisiz? Bugungi tug'ilgan kun egasi Sohibaxon opamiz bilan bog'landikmi? Ha, ha. Opajonim, yaxshimisiz? Sog'u salomatmisiz? Yaxshisiz, yaxshimi? Kechiring. Alhamdulillah, yaxshimiz, opajonim. Sizni ayni damda tug'ilgan kun tabriklari loyihasidan bezovta qilmoqdamiz. Avvalambor, bugungi ajoyib kun Rasulumizga chin ummat bo'lgan shukronalik, shodiyonalik kuningiz qarshi olgan yana bir bahoringiz bilan samimiy muborakbod etamiz, opajonim. Rahmat. Salomat bo'ling. Qarshi olgan yoshingizga ko'p bora yoshlar qo'shilsin deb qolamiz. Unutilmas, go'zal ayyomingiz munosabatiyle bizning qo'ng'iroq loyihamizga yaqinlaringiz ishtirok etib, o'zlarining judayam chiroyli va samimiy bo'lgan tabriknomalarni yo'llab qolishgan. Taxmin qilib ko'rasizmi, ushbu samimiy insonlar sizni juda ham yaxshi ko'rib, boringizga shukurlar deb ta'rif bergan mehribonlaringiz orasidan aynan qay birlari bo'lishlari mumkin? Deganlarimni Far- bolalarni endi bilmasam. Farzandlaringiz orasidan bir taxmin qilib ko'ring. Qizlarim bilaman. Ismlari? Dinora. Albatta, opajonim, albatta, taxminlarda aslo adashmadingiz. Bizning tug'ilgan kun tabriklari loyihamizga sizni juda ham yaxshi ko'rishlarini takror va takror aytib o'tgan mehribon qizingiz Dinaroxon tomonidan yetib kelgan ekan. Bolalarni huzurida ko'rishmanish. Joni sog' bo'lsin. Ilohim aytganingiz kelsin. Va yana shu o'rinda tabrikka qo'shiluvchilar opangiz Maysaraxon, kuyovingiz Dostonbek, jiyanlaringiz Hazratbek, Shabona, nabirangiz Imronbek sizga samimiy tilaklar yo'llab qolishgan ekan. Rahmat, rahmat. Joni sog' bo'lsin hammasini. Ilohim aytganingiz kelsin. Opajonim, endi ijozat bersangiz, qizingiz Dinoraxon tomonidan yetib kelgan samimiy dilnomalarni siz tomon o'qib eshitirsam maylimi? Ha, eshittiring. Rahmat, salomat bo'ling. Qizalog'ingiz maktubni mening gul yuzli onajonimga qalb so'zlarim deb nomlagan ekanlar. Tayyormisiz qabul qilishga? Ha, qap. Bo'lmasam boshlaymiz. Shodliklarim sig'may ketar tanaga. Bolam deya kirib kelsa xonamga, farishtaga o'xshar deyman aslida. Farishtalar o'xshar mening onajonimga. Assalomu alaykum rahmatulloh va barakatuh. Onajonim, eng go'zal mehr sohibasi qadrligim, ummat bo'lgan kuningiz muborak bo'lsin volidam. Boringizga shukur. Hammaga faqat yaxshiliklarni tilab yurasiz. Yomonlikni esa yuragingizga sig'dira olmaysiz. Bizga mehr va sabr duolaringizni hadya qilib, umr yo'lingizni faqat boshqalarni baxtli qilishga sarflabsiz. Betob bo'lsak, ko'zlaringizdan uyqu qochgan, ko'nglimiz xira bo'lsa, yuragingiz bezovta bo'lgan, bunchalar ham pok qalbli, mehribon ayolsiz onajon. Qalbimdagi hislarimni so'zlarim bilan ifoda qilib bera olmayman, lekin bir narsani aytishim kerak. Sizni juda yaxshi ko'raman, onajon. Sizning hayotingiz sabr va mehrning eng go'zal timsoli. Sizning har bir so'zingiz, har bir nazaringiz, har bir duoyingiz mening yo'limdagi eng katta tayanchim, eng ishonchli qalqonimdir. Sizga har safar qaraganimda ko'nglimdan bir narsa o'tadi. Qanday qilib bu mehrni, yuksak sabrni, bu cheksiz fidoyilikni bir inson qalbiga sig'dirish mumkin degan so'zlar. Mashaqqatli, ammo faxrli yillar. Duo va muhabbat bilan to'lgan umr, farzandlar baxti uchun kechgan tunlar, tinimsiz mehnatlar va Alloh ne'matiga aylangan eng go'zal yillari. Sizdek insonni ona deb atash har bir farzandingiz uchun sharaf.
Siz bor ekansiz, qalbda orom, umr yo'llarimizda tinchlik, amallarimizda mehr bo'ladi. Dunyodagi eng katta boyligim sizning duolaringiz, onajon. Siz duo qilsangiz, yo'limiz ochiladi. Siz xursand bo'lsangiz, bizga butun dunyo kulib qaraydi. Go'zalim, sizni yana bir bora qutlug' yoshingiz bilan chin dildan tabriklayman. Umringiz uzoq, sog'ligingiz mustahkam, farzandlaringizning baxtiga doimo sog' omon bo'lib yuring. Biz esa sizga shunday mehr, shunday ehtirom ko'rsatishga harakat qilamizki, o'zingizning barcha orzularingizga erishib, doimo quvonchu shodliklarda yurasiz. Mehribonim, yana bir bahoringiz muborak bo'lsin. Jannat hidli onajonim, sizni yuragimdan yaxshi ko'raman. O'zingizni ehtiyot qiling deya, mana shunday chiroyli va samimiy bo'lgan tabriknomalarga qizingiz Dinoraxon yakun yasagan ekanlar. Rahmat, rahmat. Ishqim joni sog' bo'lsin. Rahmat bo'lsin. Allah sizni ko'rsin. Ilohim opajonim, aytganingiz kelsin, salomat bo'ling. Hamisha mana shunday mehr oqibatlaringizga aslo ko'zu nazarlar tegmasin. Shirin tashvishlaru baxtli lahzalar hech qachon tark etmasin. Yaqinlar, oila a'zolari uchun o'zingizni ehtiyot qiling. Qimmatli vaqtingizni ayamasdan bizni tinglab turganingiz uchun tashakkur. Xayr, sog' salomat bo'ling. Tug'ilgan kunlarni yaxshi kayfiyatlarda o'tkazib oling. Tamam, yaxshi. Omon bo'ling.